Ba'zan bitta xato butun hayotni ostin-ustun qilib yuborar ekan. O'sha kuni uzumzor ichida biz shunchaki baxtli edik. Lekin ammamning o'g'li Jahongir bizni ko'rib qolganda taqdirim qora rangga bo'yalishini bilmagandim. Uning asrini saqlayman, lekin evaziga u degan sharti meni do'zaxga itardi. Ikki olov orasida qolganimda tanamda paydo bo'lgan o'sha kichkina jon, u kimdanligini bilmaslik azobi meni yeb bitirdi. Bu mening xiyonatim, mening jazoim va kutilmagan najotim haqida. Assalomu alaykum, Hikoyachi Mom kanalining aziz va sirdosh muxlislari. Bugungi hikoyamiz yoshlikdagi xatolar, majburiyat ostidagi tanlovlar va taqdirning kutilmagan burilishlari haqida. Agar siz ham inson qalbining eng chuqur sirlarini tinglashni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. Yozning jazirama kunlari edi. Osmon musaffo, quyosh charaqlab turardi. Lekin mening hayotimda qora bulutlar paydo bo'lish arafasida edi. Men yigitimni sevardim. Bizning uchrashuvlarimiz sirli, ammo pokiza edi. Har doimgidek ammamning hovlisi ortidagi eski uzumzorga bordik. Bu joy tinch, odam oyog'i yetmaydigan pana joy edi. Uzum barglari orasidan tushayotgan quyosh nurlari ostida biz kelajagimiz haqida orzu qilardik, kulishardik. To'satdan orqamizdan sovuq va tanish ovoz eshitildi. Nima qilib o'tiribsizlar bu yerda? Yuragim to'xtab qolayozdi. O'girilib qarasam, Jahongir, ammamning o'g'li. Uning ko'zlarida g'azab, hayrat va yana qandaydir tushuniksiz uchqun bor edi. Yigitim o'rnidan sapchib turdi. Men esa tilim kalimaga kelmay qotib qoldim. Jahongir sekin, yirtqichdek bizga yaqinlashdi. Har bir qadami mening yuragimga bosilgandek bo'lardi. U bizga tikilib turdi. Sukunat cho'zildi. Keyin u ovozini pasaytirib, lekin har bir so'ziga urg'u berib dedi: "Bilasizlarmi? Hozir istasam ammamga, otangga, butun mahallaga jar solaman. Nima qilayotganlaringni, qayerda yurganlaringni aytaman." Bu so'zlar hukmdek yangradi. Yigitimning boshi egik, men esa nafasi bo'g'ilgan qushdek edim. Sharmandalik. Bu qishloq joyda o'limdan ham og'ir edi. Jahongir mening qo'rquvimdan zavqlangandek bir qadam yaqinlashdi va kutilmaganda jilmaydi. Bu jilmayish sovuq va ayyorona edi. Lekin sizlarga rahmim kelyapti. Balki hech kimga aytmasman. Agar men aytganimni qilsang. Men hayron bo'lib so'radim, nima demoqchisan? U ko'zlarimga tikilib past ovozda shivirladi: "Mening oilam bor, to'g'ri. Lekin sen menga ko'proq yoqib qolding. Yigiting esa mayli, u turaversin. Agar xohlasang, bu sir oramizda qoladi. Ammo rad qilsang, ertaga ertalab hamma biladi." Dahshat. Bu ochiqchasiga shantaj edi. U meni qo'rqitib o'z maqsadiga yetmoqchi edi. Men yigitimga qaradim. U chorasiz edi. Jahongir esa g'alabasiga amin bo'lib mag'rur turardi. Ichimda g'azab, nafrat va qo'rquv aralashib ketdi. Lekin sharmandalikdan qo'rquv ustun keldi. Men sekin boshimni egdim. Bu mening roziligim, mening mag'lubiyatim edi. Jahongir yelkamga qo'lini qo'ydi. Uning qo'li og'ir va yoqimsiz edi. "Ajoyib qaror", dedi u. "Afsuslanmaysan. O'sha kundan boshlab hayotim do'zaxga aylandi." U kechalari menga yozadigan, yashirin uchrashuvlar belgilaydigan bo'ldi. Boshida men o'zimni iflos, xiyonatkor his qilardim. Har safar uning yoniga borish men uchun o'limdek edi. Lekin inson tabiati qiziq ekan. Vaqt o'tgan sari uning yashirin ehtirosi, taqiqlangan munosabatning xavfli sehri meni o'z domiga torta boshladi. Jahongir bilan o'tgan tunlar, ular ham hayajonli, ham og'riqli edi. Men ikki xil hayot yashay boshladim. Kunduzi yigitim bilan pokiza muhabbat, tunda esa Jahongir bilan yashirin, gunohli ehtiros. Yigitim hech narsani sezmasdi yoki sezsa ham aytmasdi. Lekin uning ko'zlarida savol bor edi: hammasi joyidami? Men senga yetarli emasmanmi? Bu savollar vijdonimni kemirardi.
Men yolg'on gapirishga, o'zimni oqlashga majbur edim. Jahongir esa, u menga bog'lanib qoldi. Bu shunchaki o'yin emas, ehtiyojga aylandi. Uning rashki, talabchanligi kuchaydi. Bir tun u meni chaqirdi. Jiddiy edi. Bilasanmi, dedi u. Men seni endi faqat o'zimniki deb bilaman. Bo'lishni istamayman. Yigitingga ayt yoki o'zim aytaman. Men sendan voz kecholmayman. Bu so'zlar yuragimni muzlatib yubordi. O'yin tugagan edi. Endi haqiqiy hayot, haqiqiy tanlov boshlangandi. Oradan haftalar o'tdi. Men tanamdagi g'alati o'zgarishlarni seza boshladim. Bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, sababsiz yig'lash. Qo'rquv ichimni kemirardi. Do'kon oldidan o'tayotib sotib oldim. Uyda, vannaxonada titroq qo'llarim bilan testni qildim. 2 chiziq. Dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. Men homilador edim. Lekin kimdan? Yigitim bilan ham, Jahongir bilan ham bir vaqtda munosabatda edim. Hisoblab ko'rdim. Muddatlar chalkashib ketgandi. Bu bola, u mening gunohim mevasi edi. Jahongir bilan ko'rishdim. U yuzimga qarab darrov tushundi. Ko'zlaring boshqacha. Nima bo'ldi, so'radi u. Men yig'lab yubordim. Men homiladorman. Lekin kimdanligini bilmayman. Jahongir chuqur nafas oldi. Uning yuzidagi ifoda o'zgardi. Unda qo'rquv, pushaymonlik va qochish istagi paydo bo'ldi. Endi yashirishning foydasi yo'q. Haqiqat baribir chiqadi, dedi u va ketdi. 2 kun o'tib u yana chaqirdi. Men tayyor emasman, dedi u ko'zlarini olib qochib. Bu o'yin edi. Endi esa bu hayot. Men bu yukni ko'tara olmayman. Oilam bor. U meni tashlab ketdi. Eng og'ir paytimda meni jar yoqasiga itargan inson meni yolg'iz qoldirdi. Yigitimga aytish. Bu eng qiyini edi. Men unga bor haqiqatni aytdim. U menga tikilib turdi. Ko'zlarida yosh emas, cheksiz bir dard bor edi. Men seni sevardim. Lekin endi ishonolmayman, dedi u va burilib ketdi. U mening yuragimni ham o'zi bilan olib ketdi. Men yolg'iz qoldim. Qornim kattalashgani sari gap so'zlar ko'paydi. Qarindoshlar yuz o'girdi, mahalla pichirlashdi. Buzuq degan tamg'a bosildi. Men hayotimning eng qora kunlarini boshdan kechirardim. O'lim haqida o'ylagan paytlarim ham bo'ldi. Lekin Alloh bandalari mehribon. Bir kuni klinikada navbat kutib o'tirgandim. Yonimga bir yigit kelib o'tirdi. Yaxshimisan? Ranging oqarib ketibdi, suv beraymi, so'radi u muloyimlik bilan. Bu oddiy e'tibor edi, lekin men uchun bu cho'layotgan odamga tashlangan qutqaruv halqasidek tuyuldi. Ismi Farruh ekan. U mening o'tmishimni, xatolarimni bilmasdi. U men bilan shunchaki inson sifatida gaplashdi. Uning ko'zlarida hukm yo'q edi, faqat tushunish va iliqlik bor edi. Biz tez-tez ko'rishadigan bo'ldik. U meni tinglardi, dardimni olardi. Men unga sekinasta hamma narsani aytib berdim. Hatto homiladorligimni, uning otasi noma'lumligini ham. Men u mendan yuz o'giradi deb o'ylagandim. Lekin u mening qo'llarimni ushladi. Men bolaning kimdanligini emas, sening qanday insonligingni tanlayman, dedi u qat'iy. O'tmish o'tmishda qoldi. Agar rozi bo'lsang, men senga va bolangga g'amxo'rlik qilaman. Seni o'z halolim deb bilaman. Ko'zlarimdan yosh quyildi. Bu quvonch yoshlari edi. Hayot menga ikkinchi imkoniyatni bergandi. Farruh. U mening haqiqiy qahramonim bo'ldi. U mening gunohimni qabul qildi. Biz turmush qurdik. Hozir biz baxtlimiz. Farzandim dunyoga keldi. Farruh uni o'z bolasidek suydi. Jahongir ham, eski yigitim ham o'tmishda qoldi. Azizlarim, mening hikoyam sizga saboq bo'lsin. Yoshlikdagi bir lahzalik ehtiros, qo'rquv ostidagi noto'g'ri qaror butun umringizni o'zgartirishi mumkin. Hech qachon birovning tahdidiga, shantajiga uchmang.
Xato qildingizmi, uni vaqtida to'g'rilashga harakat qiling. Va eng muhimi, har qanday qorong'u tundan keyin albatta tong otadi. Alloh chin dildan tavba qilganlarni va sabr qilganlarni mukofotsiz qoldirmas ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar bu hikoya sizning yuragingizga yetib borgan bo'lsa, videoga like bosing va izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Sizning ham shunday sinovli kunlaringiz bo'lganmi? Kanalimizga obuna bo'ling, hali oldinda ko'plab hayotiy hikoyalar sizni kutmoqda. Xayr, salomat bo'ling.